Qarang, yaqinda bozordan qo'yib oldim men o'zim. Olgandan keyin tortib ko'rdim-da, keyin yana bir haftadan keyin tortib ko'rdim. Tortib ko'rsam 5 kilo bez tashlab yuboribdi. Lekin qo'ydi обязательно yemi beriladi har kuni. Uka to'g'ri. Bu narsa bor. Qo'y nimaga o'zgargan? Sababi ayrim noinsof odamlar bor. Qo'ylarni silyoz, pux, kepek shularga tuz qo'shib turib oxirini to'ldirib qo'yishyapti. 4 kilo, 5 kilo uni yeb olgan qo'y chanqab 2 litr, 3 litr suv ichyapti. Buni hisobida siz yegan yem hashagiga ham pul to'layapsiz qo'shimcha. U qo'y kelib turib uni tichib yuboryapti-da, qo'pol qilib aytganda. To'g'ri. Haqiqiy besi 70 kilolik qo'y sizga 76 kiloga o'tib qolyapti. Shuning uchun siz yana 5 kilo ziyon qilgansiz bir haftadan keyin. To'g'ri. Do'stlar, bunaqa aldanib qolmaslik uchun qassob akam o'zingiz murojaat qilinglar. Qo'ylarni taroziga qo'yishdan oldin och qoringa qo'yib sizlarga kilosini chiqarib beradi.